Sanjar Karimov 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Assalomu alaykum. Siz bilan yangiliklar uz kanali. Bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang, hurmatli tomoshabin. 8-may kuni jamoatchilikning diqqat markazida turgan sud jarayoni Sanjar Karimov Sanjikga oid jinoyat ishi bo'yicha so'nggi sud majlisi bo'lib o'tdi va hukm e'lon qilindi. Unga ko'ra, ayblanuvchi Karimovga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik, 4-qismi A bandi, 112-moddasi o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish, 1-qismi va 273-moddasi giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek, ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish. 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi hamda BXMning 410 baravar miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Shuningdek, hukmda jabrlanuvchi Shahlo Alimbayevaga yetkazilgan moddiy zarar qoplangani e'tirof etildi. Bundan tashqari, jabrlanuvchi Alimbayeva va Rahmatullayevaga jinoyat oqibatida yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar yuzasidan fuqarolik tartibida sudga murojaat etish huquqlari tushuntirildi. Sanjar Karimov esa sud hukmidan norozi. U apellyatsiya shikoyati kiritmoqchi. Sanjar Karimovga oid ish o'z nihoyasiga yetgan bo'lsa-da, uning yaqinlari bilan bog'liq jarayonlar davom etmoqda. O'tgan oy o'rtalarida Sanjar Karimovning bojasi G'ofur Rahimovning jiyani Ravshan Muhiddinov Ichki ishlar vazirligi so'rovi bilan Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilgan. U Jinoyat kodeksining 173-moddasi 3-qismi mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish, 242-moddasi 2-qismi jinoiy uyushma tashkil etish, 277-moddasi 3-qismi bezorilik bilan ayblanmoqda. Biroq Muhiddinov qanday jinoyatni sodir etgani, uning qidiruvga berilishi Sanjik ishi bilan bog'liqmi yoki yo'q, bu haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Bizdagi boshqa ma'lumotlarga ko'ra, ayni damda Sanjar Karimovning qaynotasi ham hibslangan.